Aka, ja tayinlanibsiz-ku. Ovqat qilishni bilasizmi o'zi? Akajonim, sen meni olsanmi? Men senga olishdan ajab sandoqat qilib beraman. Bir maza qilasan. Qani ketdi. Bugun biz ajab sandoq taomini o'zimiz stilda tayyorlab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi yog', go'sht, sabzavotlar, kachka, piyoz, sariyog', ziravorlar va albatta soya. Vay. Ajab sandoq ovqatimiz pishdi. Buni oila davrasida, do'stlar davrasida bemalol tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Marhamat, yoqimli ishtaha.